Assalomu alaykum hammaga. O'zbekistonga ham mana qaytib kelib oldik. Xitoydan turib o'zimni yaqin ukamga Miyasablitsovga Equestga bu chetidagi ramkasini mana o'ziniki oddiy prostoy edi. Bunaqa AMG qilib berdik. Emblemalari bilan. Xo'p, bu narsa bizani O'zbekistonda, Toshkentda qidirib topsangiz $500-600 Ablitsovkasini o'zi mana bu narsasini zakazga $150 olib kelib berishadi. Bu ham original, bu kopiya. Bunaqa qilingan hammasi kopiya bo'lar ekan, original bo'lmas ekan. Kimga shunaqa arzon narxda Xitoydan zapchastlik kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olib kelamiz. Bu narsani men $300 ga 3 kunda olib kelib berdim. Ko'rishingiz mumkin. Idealniy tushishlari, zazorlari hammasi idealniy turibdi. Xitoyda hech kim birovni aldab sotmas ekan. Nimaga pul bersangiz, shunaqa tovar berar ekan. Sifatlisiga bersangiz sifatli beradi, arzoniga bersangiz arzon narsa berar ekan. Aloqaga chiqaveringlar, arzon narxda Xitoydan tovarlar olib kelib beramiz.